Buni o'zi otini qo'yib olganman. Buni polvonim deyman. Polvonim. Haval Hasolti mashinasini hozir Bahodir akamiz off-road rejimda sinab keldi. To'g'rimi aka? Assalomu alaykum. Bormagan joyim qolmadi. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Zo'rmisiz? Gondorotda ham qolmadi, Buxoron cho'llari ham qolmadi. Oxirgi borgan joyimiz Jizzax, Baxmaldan qaytdik. O'zi ko'rdim, rosa qiynabsiz mashinani. Endi unchalik qiynaman. Endi mashina bo'lgandan keyin yurish kerak-da. Ta'riflar haqida ozroq gaplashsak, aka qanaqa o'zini tutishi, yo'llarda, shumkalari, hadavoylari, ichki sifati mashinani qanaqa tuyuldi sizga? A'lo darajada desam, endi o'zim maqtagan bo'laman. Bizning xalqimizda kirchimol degan gap bor, haligi. Hamma narsaga bo'ladi. Yaraydigan mashina, shuning uchun kirchimol xaridor bor. Unaqa ham qimmat emas. Keyin o'zida bir vaqt o'zida hamma narsani beradi. Agar yaxshi chiroyli qilib yuvib, tozalab, uyga olib borib qo'ysangiz, bir premium mashinada turadi. Ko'cha-kuyda, haligi dala-dashtda minsangiz, o'zingizni bir qadrdoningizdek, jigaringizdek mashina tuyuladi. Savdasiga o'zini biz o'zbekona xalqona tilda aytganda o'zini jussasiga, jasadiga yarasha polvon mashina. Men buni o'zi otini qo'yib olganman. Buni polvonim deyman. Polvonim. Xo'p, ushbu mashinani sizlar Haval Navoiy avtosalonidan shunaqa katta mashina Bahodir aka aytganlaridek juda qimmat emas. Boshlang'ich to'lovi esa 20% dan boshlab olishingiz mumkin. Xuddi shunaqa off-road hududlarda haydash uchun mashina qidirayotgan bo'lsanglar, Haval H6 sizlar uchun eng yaxshi va ajoyib tanlov. Hozirgi zamonda minish kerak ekanda. Pulni bosib qo'yganimning foydasi yo'q. Foydasi yo'q, ha? Mining, sayohat qiling, yayrang. Darvoqe sayohatga ham rosa bob mashina.